Hammaga assalomu alaykum. Biz SQL da masalalar yechishda davom etamiz. Navbatdagi masala quyidagicha. B ishlab chiqaruvchisidan, ya'ni B degan maker tomonidan sotiladigan barcha mahsulotlarning model raqamlari va narxlarini toping. Ya'ni bu aytaylik hayotiy misolda ko'rsatadigan bo'lsam, buning o'rniga Apple ni qo'yadigan bo'lsak, Apple degan kompaniyaning chiqaradigan hamma narsalarni toping. Xoh u produkt bo'lsin, xoh u printer bo'lsin, xoh personal computer bo'lsin, xoh u notebook bo'lsin. Ishlab chiqaruvchi kompaniyaning hamma ishlab chiqaradigan narsalarini topishimiz kerak. Bu yerda B ishlab chiqaruvchi 3 ta narsa ishlab chiqaradi, ya'ni laptop, PC va printer. Bu masalada ham biz avval o'tmagan narsalarimizdan foydalanamiz, ya'ni union operatoridan foydalanamiz. Union bu zaproslarni birlashtirish uchun foydalaniladi. Diqqat, men yechishni boshlayman. Select module price from model bilan price hozir ana uchun ishlab olamiz. Birinchi bo'lib notebooklar uchun model bilan price notebookda bor mana. Endi biz shart berishda makerdan ham foydalanamiz. Maker produktda bo'lgani uchun ikkitasi laptopda model bilan price bor. Maker produktda maker bor. Ana shu ikkita jadvalda bir-biriga bog'lashga to'g'ri kelyapti. Bog'lab olaman. Product join laptop. Kichkina yozildi. Laptop. Qaysi narsa bilan bog'laymiz? Endi albatta model bilan bog'laymiz. Product model laptop where maker B. Endi shu zaprosni o'zini bir ishlatib ko'ramiz. Hozir biz B ishlab chiqaruvchisining notebook ishlab chiqaradigan kompaniyalarni chiqar degan buyruqni berdik. B ishlab chiqaruvchisi tomonidan ishlab chiqarilgan notebooklarning modellarini chiqar degan buyruqni berdim deb aytmoqchi edim. Hozir bizda mana bu xatolik keldi. Bu xatolikni analiz qilib yodlab qolishlaringizni maslahat beraman, sababi bu juda ham ko'p uchraydigan xatolik. Ya'ni ambiguous column name model deyapti. Ambiguous degani bu noaniqlik degani, ya'ni model degan ustun ikkita tablitsada ham bo'lsa, ikkita jadvalda ham bo'lsa, shunday xatolik qaytaradi bizga. Qarang, produktda ham model bor, laptopda ham model bor, laptopda ham model bor. Qaysi birini olay deyapti? Qaysi birini? Albatta bizga laptop kerak. Ana endi ishlatib ko'ramiz. Endi mana xatolik ketadi, biroq baribir hammamiz xato ishlab chiqargan natijamiz. Endi keyingi zaprosni yozish uchun biz laptop ishlab chiqaruvchilarini topdik. Endi printer va PC, ya'ni personal computer ishlab chiqaruvchilar qoldi. Ularni topish uchun biz ular uchun ham alohida zaproslarni yozishimiz kerak va birlashtiramiz. Zaproslarni birlashtirish juda ham oddiy. Faqatgina union
operatordan foydalanamiz. Bularni kopirovat qilib olaman. Xuddi shu narsani yozamiz, faqat buni printer uchun yozamiz. Yana bittasini personal kompyuter uchun yozamiz. Union. Mana buni printer uchun yozib olaman. Bu yerga printer deb olamiz. Sababi printerda ham model bor. Agar bu yerga ham printer deb yozmasak, yana avvalgidek ambiyus degan xatolikni bizga qaytarib beradi. Printer. Mana bu yerni ham printer qilib o'zgartiramiz. Endi bu yerni PC qilib o'zgartiramiz. Endi PC uchun zaпрос yozyapmiz. PC ishlatib ko'ramiz. Mana to'g'ri.